Assalamu alaikum hörmətli televizor görgüçülər. Görüb atqanınla Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısı. Proqramımız xoş gəldinglar. Məzkur proqramımızda müş bir həftə jarayonida Uyğurlarga dair radiomuzda anlatılgan bir qism mühim xəbərlərimizni əsiltib ötdümiz. Mən Erkin. Mən Gülçehrə. Yakında Qarqash nayisining O'rchiysidagi İmam Abduxabir Ahmadning buningdan 4 yil ilgari bir o'g'lini mahallidagi bir oilaviy diniy maktabga bir kunlik o'qishga berganligi uchun 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi ma'lum bo'ldi. Muxbirimizning ahvol egallashi jarayonida yana shu yezidagi Abdulatif Abdurahmonning bir o'g'lini Misrda o'qitganligi uchun uningga 5 yillik qamoq jazosi berilganligi oshkorlandi. Uyghur kuzatuvchilar bu vaqt fikr bildirib, diniy o'qishga chetishli kishilarning ko'pligidan navbatda sud mahkamalarining yetishmayotganligi, shu sababdan tutqunlarga kollektiv jazo hukm qilinayotganligini ilgari surdi. Uyghur jamiyatidagi dangdor shaxslarning nishonliq tutqun qilinayotganligi haqida oqima-oqidan uchur taralmoqda. Yaqinda Uyg'urlar diyoridagi ko'pga tanilgan ovoz artisti Gulbar Abdurahmonning tutqun qilinganligi ma'lum bo'ldi. Gulbar Abdurahmonning farzandlari bu haqda ahvol tonishtirib, Gulbarning 2017-yili Amerikadagi farzandlarini yo'qlab kelganligini, ammo o'tgan yil 27-iyul kuni qaytib kelish haqidagi uqtirish bo'yicha Urumchiga qaytgandan keyin tutqun qilinganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Gulbar 2010-yili o'z oldiga shaxsiy shirkat ochgan hamda ko'plagan kino televiziya filmlariga ovoz bergan. Navbatda uning nima sababdan tutqun qilinganligi yoki qayerga qamalganligi noma'lum. 2017-yili yoz oylarida Misrning Azhar universitetida o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilar kollektiv tutqun qilingandan keyin bu o'quvchilardan bir qismining izdiraksiz g'oyib bo'lib kelayotganligi ma'lum bo'lgan edi. Yaqinda shu o'quvchilardan biri bo'lgan Qaysar Abdullaning Qohiradan Dubayga, Dubaydan Qashqarga qaytgandan keyin g'oyib bo'lganligi oshkorlandi. Uning saboqdoshlari uning izdirakini qilib uchurni olmagan. Qaysar bilan Dubayda bir qancha qitim suhbatda bo'lgan kishilarning bildirishicha, Qaysar yurtidagi urug' tuqqanlari Xitoy hukumatining og'ir besimiga duch kelganligidan qaytib ketgan. Ma'lum bo'lishicha, Qaysarning dadasi Qashqardagi bir masjidning imomi bo'lib, Qaysar g'oyib bo'lgandan keyin uning oilasidagilarning izdiraki bo'lmagan. O'tgan hafta Xitoy hukumati e'lon qilgan dokladda ko'rsatilishicha, Xitoyning eng zo'r energiya bazasi deb atalayotgan Uyg'urlar diyori bilan Xitoyning dengiz bo'yi rayonlari o'rtasidagi iqtisodiy farq shiddat bilan zo'raymoqda ekan. Mazkur dokladda Tibet va Uyg'urlar diyori Xitoydagi kishi beshiga to'g'ri keladigan o'rtacha kirim miqdori eng tuvan rayonlar ekanligi aytilgan. Analizchilar bu vaqt fikr bayon qilib, bundaq zo'r farqni Xitoy hukumatining boylik taqsimotidagi noto'g'ri siyosati paydo qilayotganligini bildirdi. Uyg'ur faoliyatchilar bu vaqt fikr bayon qilib, bu xil farq amaliyotda 1950-yillardan boshlab izchil davom qilmoqda ekan. Muhaciratdagi Uyg'ur jamoat orasida vatanparvarlik yangini kuchaytirish uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyi yaqinda Sharq Turkiston istiqlol marshi mukofotini ta'sis qilishni qaror qilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu mukofot nomzodlari Sharq Turkiston marshini eng yaxshi ifoda qila olgan kollektiv va shaxslarga beriladi ekan. Mahirlarni 3 daraja bo'yicha baholash 15-sentabr oxirlashidi ekan. Bu yil 12 noyabr kuni Germaniyaning Myunxen shahrida o'tkaziladigan Sharq Turkiston Jumhuriyatini xotirlash faoliyatida mukofot tarqitish murosimi o'tkaziladi ekan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqin Aysa bu to'g'riliq ma'lumot berib, mazkur mukofotning ta'sis qilinishining zo'r ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. Uyg'urlar diyoridagi siyosiy vaziyatning bag'an siri eg'irlab mengayotganligi munosabati bilan 4-may kuni Washington shahridagi dangliq oqillar markazlaridan Hudson institutida Uyg'urlar diyoridagi saqchi davlati mexanizmi haqida muhokama o'tkazildi. Cutting-edge surveillance, population control technologies, and large-scale Chinese force deployments have made Xinjiang the most heavily scattered. Uyg'urlar diyori haqidagi tadqiqotda ko'plagan amgaklarni vujudga keltirgan mutaxassislardan tarixshunos James Millward, Ryan Sam, Sarah Cook, Louisa Greevy qatorliqlar muhokama yig'inida o'z qarashlarini o'tirib qo'ydi. Shuningdek, saqchi davlatining paydo bo'lishidagi negizlik sabablar hamda uning Uyg'urlarga qanday ziyonkashlik qilayotganligi haqida to'xtaldi. Tadqiqotchi Louisa xonim bu vaqt fikr bayon qilib, saqchi davlatining Uyg'urlarni butkul millat sifatida
hujum nishoni qilayotganligini bildirdi. Hürmetli televizyon görücüler yukarıda Erkin Asiya Radyosu Tor Televiziyasının Abdül Xabarlar programmasını koydunlar. Diqqat bəgininglarga rahmat. Xeyr xoş. Kelar hafta görüşəylik.